Dostlar, ilgari bizde bir ile tovuq bo'ladi. Al 2 günde bir je, bir günde bir jolu tuxum to'ydilar. Hozir bo'lsa Adler, Ratemir, broiler degan shunday turlar chiqib ketgan. Birisi et yaxshi beradi, birisi tuxum 2 jol to'ydi, birisi dag'i bir narsa. Bunday qarasang, bu tovuq bag'u dela bir o'zuncha bir ilim, o'zuncha bir kesib ekan. Anan hozir juda ko'p odam manga yozib qoladi-da, qanday o'stirsak bo'ladi, men tovuq men biznes qilsam bo'ladi deb uyda o'tirib, men ko'yincha ayol kishilar uyda ko'chaga chiqa olmaydi-da, bir narsa men ish qilib kiresha qilsam deydi. Hozir shunday tovuqlar bir ekosuna girib qolsam, aytib qoldi, bu yoqda bor, al yoqda bor deb. Agar sizlarga qiziqli bo'lsa, tovuq biznesi je o'sha tuxumni qanday yumurta oladi, qanday tovuq menen ish qilsa bo'ladi. To'liq video qalasangizlar, men albatta sizlar uchun tartaman. O'sha videoda aslida davay tartqilar kerak deb kommentariy yozib qo'ysangizlar, buyursa sizlar uchun qiziqli, dag'i foydali videolar tartgandan hech tajribaysiz. Omon bo'lingizlar, kommentariyalarni kutaman. Sizlar uchun tovuq biznesi jönde qisqacha aytib beraman.